Men o'zbek maktabida o'qiganman. Bitta men o'qiganim uchun Bobur kim, Fuzuli kim, Ogohiy kim, Navoiy kim, bu bobolarimizni men yoshligimdan shu maktabda juda yuragimga, qalbimga joylashib qo'yganki, ayniqsa tarix adabiyotlarda men hozir sinfdoshlarim ham ko'rishsa aytishadi, a'lochi bo'lganman, yaxshi o'qiganman. Ba'zi birlarga qaraganda yaxshi o'qiganmanki, tarixda ayniqsa tarix domlalarimiz, o'qituvchimiz bir narsa aytsa, men kino ko'rgandek uyga borib o'qimasam ham ertasi kuni kelib aytib bersam 5 baho olaverardim-da. Adabiyot ham shunaqa edi. Ona tili ham milliy xonadon, o'zbekona. O'zbekona yashash oson emas, lekin faxrli. O'zbekona yashash uchun birovlarga ko'proq mehr berish kerak, birovlarga e'tiborsiz qolmaslik kerak. Bu qo'shning nima bo'layapti? Mana bu nima bo'layapti? Bu nima bo'layapti-da, baribir mehr oqibat qalbda bo'lish kerak. Boshqa millatlardan farqimiz ham shunda-da bizni. O'zbekchalik yashash dunyoda yakka yagona faxr, o'zbekman deb gapirish faxr. Shaxsan men uchun shunday. Vatanni dildan sevish kerak, tildan emas. Ey Allohim, jannating uchun namoz o'qiyotgan bo'lsam, meni jannatingga qo'yma degan. Men sen uchun o'qiyman degan. Jannatga kirish uchun namoz o'qish kerak, lekin maqsad o'zimizni o'ylayapmiz yana. Jannatni o'ylayapmiz, Xudoni emas. Vatanni sevish uchun haqiqatdan sevish kerak. Ashulalarni bulardan o'tgan-ku ko'p narsa. Qaysi olma, qaysi yodda? Olma pishganda keling, tiyina tushganda keling. Olma pishganda keling, tiyina tushganda keling. Ensa saçib cümelek, birime tushganda keling. Arka saçib cümelek, birime tushganda keling. Gelin, gelin, gelin. Gelin depem aytmayman, gelme depem aytmayman. Gelin depem aytmayman, gelme depem aytmayman. Eğer hayal etsangiz, ko'ngil tushganda. Eğer xiyol etsangiz, shu bizlarga yana bir keling. keling. Yarashdimi? Yarashdi, lekin Ovoz. ana surmani qachon ichgansan? Ovoz bunaqa bo'lib qolib.